Yil yakunlanishi munosabati bilan 1-dekabrdan 20-dekabrgacha katta chegirma qilyapmiz O'mali gilamlar markazida. Barchalaringizni kutib qolamiz. Bir qator sizlarga tanishtirib o'tamiz narxlarni. Bular Champion nomli metrli gilamlarimiz hisoblanadi. 2 xil tovlanuvchan. Eniga 3,5 metrli. Oldingi narxi 250 ming so'm sotilgan. 1 metr narxi hozir chegirmada 200 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p. Keyingisi ro'zg'orbop gilam hisoblanadi. Eniga 3,5 metr ko'rib turgan metrli gilamlaringizni. Oldingi narxi 160 ming so'mdan sotilgan. Hozir chegirma narxida 140 ming so'mdan sotilyapti. Keyingisi bu tagida Fendi polosimiz bor, tagi utuplenli. Bu ham oldingi narxi 160 ming so'm sotilgan. Hozir chegirma narxida 140 ming so'mdan 1 metr narxini xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bu tomonda ro'zg'orbop gilamimizni endi 2,5 metrli varianti. Oldingi narxi 120 ming so'mdan sotilgan, 1 metr narxi hozirgi chegirma narxida 100 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Buni ham assortiment serob 1, 2, 3, 4 xil 5 xil assortimenti bor. Kelib bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Buni endi 80 sm dan endi 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Buni ham ko'rsatib o'tib ketaveraylik-da, bu mashina 1 metrli varianti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Endi 1 metrli, 1 metr narxi 40 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bozorlarda surishtirib, so'rab kelaveradi bemalol. Sababi biz bozorlarda o'rgangan holatda o'ta katta chegirmaga qo'l urganmiz. Xudo xolasa hammasi zo'r narxlar. Bular tanishtirib o'taman keyingilarini. Bular qalin sebbob metrli gilamlar hisoblanadi. Chetlarida ko'jalari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Chetlarida ko'jalari bor. Sirpanib ketmaydi parkent laminatli uylarga. Xo'p, bu qalinligi qalin, yagona nomli metrli gilam hisoblanadi. Eniga 3,5 metrli. 1 metr narxi oldin 320 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxida 266 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Xo'p, bu yoqda qalin sakzavotini qalin metrli gilamlari hisoblanadi. Oldingi narxi 618 ming so'mdan sotilgan 1 metr narxi hozir chegirma narxida 510 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Ya'ni misol uchun chegirmadan qanday foydalansa bo'ladi? Bundan 5 metr olsa 500 ming so'm yonida qoladi. O'rtacharoq bitta xonagami, so'rigami, tepa so'ri, past so'rilargami, o'rtacha ro'zg'orbop narsalardan keladi. Hamma o'sha ham. 3-4 ta xonaga olsa, 4 ta 5 ta gilam pashti bekoriga ham tushib ketib qolishi mumkin. Yagona nomli metrli gilamda 3 metrli variantda oldin 273 ming so'm sotilgan, hozir 230 ming so'mdan 1 metr narxini qilib beryapmiz. Xo'p, bu tomonda baxmalli variantimiz bor ekan. Baxmalli gilamimiz eniga 3 metrli, oldingi narxi 150 ming so'm sotilgan. O'zi shundoq ham bozordan arzon edi shu narx. Biz yil yakunlanishi munosabati bilan hammasiga aksiya berib yubordik, 137 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. 1 metr narxini. Bunisi Rasha ro'zg'orbop Madonna nomli metrli gilamlarimiz. Eniga 3 metrligi oldingi narxi 135 ming so'm, hozirgi chegirmadagi narxi 120 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Xo'p. Bu asha ko'pchilikka haligi manzur bo'layotgan poloslarimizdan taftin polos hisoblanadi. Tay utuplenli. 3 metrligi narxi 140 ming so'm edi oldingi narxi, hozir 120 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bularda 1 kvadrat narxi 40 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Xohlagan joydan solishtirib kelaveradi bemalol. Xo'p. Bundan tashqari 2 xil tovlanuvchan maynipli Champion nomli gilamimizni endi 4 metrli varianti. Buni 4 metrli varianti 1 metri 270 ming edi oldingi narxi. Hozir 230 ming so'mdan qilib beryapmiz bularni 1 metr narxini. Metriga 40 ming so'mdan yutyapti. Taxminan 2 ta xonasiga olsa 400 ming, 500 ming bundan ham foyda bor. Xo'p. Bu yoqda tayyor gatoviy gilamlarimiz. Bularda kvadratini yozib tushuntirib qo'yganman. Bu Samarqand Saks zavodining Zilli nomli gilami 127 ming so'mdan qilib qo'ydik. Oldingi narxi 140 ming so'm edi. Buni 3 ga 4 razmerdan 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Xo'p, battan bag'i Eron nomli tayyor gatoviy gilamlar. Buni ham 3 ga 4 razmerdan 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Oldingi videolarimizda chiqarganmiz bularning ham kvadratini 125 ming so'mdan kvadratini chiqarganmiz. Hozir chegirma narxida 103 ming so'mdan qilib qo'ydik buni ham. Xo'p. Bu yerda yagona nomli
tayyor gatoviy gilamlarimiz bor. Buni ham chetlarda popi ko'jalari bor. Qizlar sepbop gilam. Buni ham 3 ga 4 razmerdan 4 ga 7 gacha bo'lgan razmerlari bor. Oldingi videolarda bular ham 91 ming so'm chiqqan. Hozir 76 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi chegirma narxda. Ya'ni где-то bir masalan razmer 3,5 ga 5 metrli bitta xonani hisobga oladigan bo'lsak, 1 million 700 ming so'm deylik. Hozir chegirma narxda 1 million 350 ming so'mga xarid qilsa bo'ladi. Bitta gilamdan 400 ming, 450 ming, 350 ming, 500 ming so'mdan raznica qilyapti. O'zi o'sha raznica ham yaxshigina pul bitta xonasiga arziydigan narsa oladi. O'zi shundoq ham arzon edi narxlarimiz. Yil yakunlanishi munosabati bilan hozir aksiya qilyaptik. Keyingi gilamimiz Ipak nomli gilam hisoblanadi. 1 kvadrat narxi oldingi narxi 100 ming so'm edi. Reklamalarimizda chiqarganmiz. Hozir chegirma narxda 86 ming so'mdan to'g'ri kelib qolgan. Ya'ni 3,5 ga 5 metrli gilam 1 million 750 ming so'mga tushardi. Hozir 1 million 400 ming so'm atrofida tushyapti bitta gatoviy katta 3,5 ga 5 gilam. Chetida popi ko'jalari bor. 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 7 gacha bo'lgan razmerlari bor. Xo'p. Yerdagi variantlarni ham ko'rsatib o'tavering. Bu ro'zg'orbob gilamlar hisoblanadi. Eniga 370. Oldingi narxi 1 metr 170 ming so'm edi. Hozir chegirma narxda eniga 370 ligi 148 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Keyingisi endi 4 metrli varianti. Mana shu yerda 5-6 xil rasvetkasi bor. 180 ming so'mdan sotilgan. Endi 4 metrli variant. Hozir chegirma narxda 160 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p. Bu tepada Eron nomli metrli gilamlarimizning endi 4 metrli variantlari. Oldin 1 metr 500 ming so'mdan sotilgan. Hozir chegirmadagi narxi 416 ming so'mdan qilib beryapmiz. Pastidagisi qalin metrli gilam hisoblanadi. Eniga 4 metrli, oldingi narxi 700 ming so'm edi. 1 metr narxini 580 ming so'mga tushirib qo'ydik. Yil yakunlanishi munosabati bilan faqat 20 kun ulgurib qolishsin. Xo'p, keyingilari battan boshlaylik yana. Champion nomli 2 xil tonlanuvchan metrli gilamlarimizni endi 3 metrli varianti. Oldingi narxi 200 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxida 170 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Xo'p. Keyingisi Yagona nomli metrli gilamimiz oldingi narxi 270 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxida 230 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Baxmalli oldingi narxi 3,5 metrli, buni eni oldingi narxi 175 ming sotilgan, hozir 160 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Baxmalli 2 xil tonlanuvchan materialli gilam bu. Xo'p. Bu tomonda Ipak nomli metrli gilamimiz endi 4 metrli variantlari. Oldingi narxi 400 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxida 335 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Pastidagisi mana shu 4 xil variant Yagona nomli metrli gilam hisoblanadi. Eniga 4 metrli, oldingi narxi 365 ming so'mdan sotilgan 1 metr narxi hozir chegirmada 305 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Bunda ham taxminan bitta uyga soladigan bo'lsa 500 ming so'm, 450 ming, 600 ming so'mga yaqin pul yutishadi. O'zi shundoq ham arzon edi. Biz yil yakunlanishi munosabati bilan aksiyaga qulurdik. Birinchi marta qulurishimiz. Oldin faqat reklama qilardik, narxlarni bozorlarga solishtirib reklama qilardik. Hozir haqiqatdan ham chegirma bo'lyapti. Birinchidan 20-dekabrgacha. Faqat 20 kun. Keyingisi Eron nomli metrli gilamlarimiz eniga 3,5 metrli variantlari. Oldingi narxi 450 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxida 365 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bu tomonda Ipak nomli metrli gilamlarimiz oldingi narxi 350 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxida 292 ming so'mdan qilib beryapmiz bularni. Xo'p, o'shalarda matda 3 metrli variantlari bor. Eron nomli metrli gilamimiz endi 3 metrligi oldin 375 ming sotilgan, hozir 315 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Ipak oldin 300 ming so'm sotilgan, hozir 250 ming so'mdan qilib qo'ydik 1 metrini. Endi 3 metrli variantlarini. Xo'p. Bundan tashqari bu ustunimizdagi variantlarimiz mana shu Ipakda tayyor gatoviy gilamlar, ya'ni 100 ming so'm edi, 86 ming so'mga tushirib qo'ydik-ku, o'shini tayyor boshqacha rasvetkalari bular. Endi bu yoqda daroshkalarni ham ko'rsatib o'taylik. Bu yerda daroshkalarimiz bor. Eniga 1, 120, 1,5, 2, 2,5 metrli variantlarimiz. Bularni ham hammasini chegirma narxda qilib beramiz. Bularga hali ulgurganimiz yo'q, yopishtirgani. Bu 1 metrli narxi oldin 68 ming so'm edi. Hozir kelishsa shundan 10% skidka qilib yuboramiz bularni.
Bularda hali anaqasi chiqqan yo'q-da. Narxlar chiqqan yo'q. O'zi shu holatda ham hozir arzon 120 81 ming, 1,5 metrligi 100 ming so'm, 2 metrligi 135 ming so'm. Bundan ham tushirib hisoblab beramiz. Buni skidka qilib, bu ikki xil to'lov uchun poliester material deb hisoblanadi. Rasvetkalar ko'rishlari mumkin. Bu tomonda daroshkani ipay materialdagisi. Buni ham 80 sm dan 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Ko'rishlari mumkin. Bu ipayda kvadrati 100 ming so'm edi. Bundan ham yopishtirgani ulgurmadik. 86 ming so'mga tushgan buni 1 kvadrat narxi. Eron bu ham 80 dan 2,5 metrgacha bo'lgan razmeri bor. 125 ming so'm edi buni ham kvadrati. Bu 103 ming so'mdan kvadratga hisoblanadi. Xullas kvadratga adashmaymiz. O'sha narxda hisoblab beriladi bulardek yopishtirilmagan bo'lsa ham. Hozircha shu barcha narsalarni tushuntirib o'tdim. Endi aksiyaga shoshilinglar, ulgurib qolinglar hammalaringiz. 1-dekabrdan 20-dekabrgacha barchalaringizni do'konimizda kutib qolamiz. Bizning sahifalarimizga obuna bo'linglar. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Manzilni tushuntirib o'taman sizlarga. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani. Mo'ljal prokuraturani ro'parasida joylashgan Umumiy gilamlar markazi. Barchalaringizni kutib qolamiz.